aldidagi Qur'on shahidlari. Abduri Adem Saraç, İlimyar Yaşlar Gruppasi tarafidan tarjima qilingan. 1. bölüm Hay'at. Yasrib Medinaga aylandi. Yasribning ismi Medina Munavvar, nurluq shahar bo'lgan edi. Buningdan keyin mushundaq bilinib, mushundaq yod etiladi. Xuddi bir mezgildan keyin Yasrib ismi unutilib Medina qolgandek, Medina bo'ldi, Medina qoldi. Hicretning 4-yili safar ayi. Hicretga dal 4 yil bo'lgan edi. Bu 4 yil ichida faqatla Madinada emas, nurg'un joylarda ko'p ishlar o'zgardi. Badr va Uhudga o'xshash ikki cho'ng urush bo'lgan, nurg'unlagan sariyalar avatilgan bo'lib, musulmonlar o'zini dunyoga qabul qildirayotgan edi. Texmi to'g'risini aytganda, ular musulmonlarni qabul qilishga majbur bo'lgan edi. Lekin bularni ichiga singdirolmayotganlar bor edi albatta. Medinada tavranmas islom binosining to'xtamay o'rlayotganligi islom dushmanlarining, mushrik va munofiqlarning nervisiga tegish bilan birga har birini andishiga soladi. Bu binoning oldi bilan o'rlashini to'xtatish, ondan tubdan yo'qotish uchun butun kuchlarini bu tarafga qaratgan edi. Jang maydonlarida yuzma-yuz urush qilib, g'alaba qila olmaydiganligini his qilishganligi uchun boshqa yo'l izlashyotdi. Peygamber ve sahabilerini halsizlantırış, güçlerini acizlaştırış hazırki en muvafiq usulda qiladi. Lekin bunu mu qanday qilish kerakligini bilolmayotdi. Her türlü hiyli mikirni o'ylashayotdi. İslamning ve musulmonlarning tersa ve mengülik düşmanları ko'zlarini qamashtirayotgan ve ajoyib qo'rqitayotgan islom nuriga ko'langisini tushirishga kuchi yetmagachga, insonning aqli yetmaydigan hiyli mikirlarni ishga solishda hech ikkilanib qolmaydi. Bo'libmi Badr va Uhud urushlarida katta boshlardan ayrilib qolgandan keyin bo'lib o'tgan ishlarni o'ylashning o'rniga texim ozg'un bo'ldi va intiqom o'tida puchilandi. Hattoki bu intiqom o'ti musulmonlarga tava bo'lgan har qanday narsaga buzg'unchilik qiladigan yoki vayron qilib o'tadigan darajaga yetib bordi. Bir günü səhərdə Əzəl və Qara qabilələrdən musulman bolğanlığını bildirən 6-7 kişilik bir heyət Mədinəyə gəldi. İslam və musulmanların əşəddi düşməni bolğan bu qabilələrinin birdilli İslamğa mail bolğanlığı musulmanlarını intayın xoşal qıldı. Şerik patqıqıdan iman və İslam gülistanıға çıxan hər bir kişi musulmanlarını xoşal qılatdı. Kelgen heyət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmnin huzuruğa çıxış üçün Peyğəmbər məscidiga qarab meğişqi başladı. Peyğəmbərimizin yanında sahabilərinin çoğları var idi. Amma yenilə heyətini görgən sahabilər məscidga qarab meğişqi başladı. Çünki Peyğəmbərimizni göz qarşıqadək asraydı. Sahabilərinin Peyğəmbərimizni acayip yaxşı gördüğünlüğünü görgən heyət, əgər öz üstümüzə alğan vəzifələrdə muvaffəqiyyətə erişsə, tolumlu çoğ qəlbə erişdiğinliyinə işinətdi. Bu məqsəd bilən Peyğəmbərimizin huzuruğa çıxışdı. Ya Resulallah, İslam qalblərimizdə tarqalışqa başladı. Sahabalarından bir qançını bizə əvətkin. Ular bizə İslam dinini öğütüb qoysun. Qabilimiz İslamni qabul qilishqa başladı. Hazır İslam yetakçilərə ehtiyacımız var. Qur'on öğütish və bizə yetakçilik qilish üçün kamalatga yetkin bir qancha kishini əvətkin. Ya Resulullah, bizga Qur'on öğütüdigan, İslamni tarqatadigan odamlaringdan bergin. Chunki qabilimizning islom diniga kirish arzusi bor. Ey Allah'ның Resulü, qalbimizda islom dini yayılmaqda, yaxshilikqa qarab yuzlanish bor. Biz bilan birlikda bir qancha muallim əvətkin, bizga islomni yetkizsin, Qur'on o'qib bersin. Biz muamir va nahiylardan xabardor bo'laylik. Hammasi asosan o'xshash so'zlarni takrorlayotdi. Amaliyotda bu hay'at bir qism sahobalarni elib ketmoqchi edi. Peygamberimiz sahabilerini mescidga yig'ib maslahatlashdi va hozirgi vaziyat haqida to'xtaldi. Peygamberimiz g'amkin ko'rinadi. Chunki bu tarafni o'ttirib qo'ygan qabilalar Hijozning sahil tarafidan kelgan bo'lib, Makkaga yaqin bo'lganligi uchun Makkaliklar va yoki ularga o'xshash dushmanlarning qimmatli sahobalarga ziyon yetkazishdan ansiraydi. Shunda qilib elib berilgan maslahat natijasida bir guruh sahobaning hay'at bilan birlikda avatilishi qaror qilindi. Undaqda kimlar avatilishi kerak? Avatilgan kishilar u yerda nima ishlarni qila oladi? Vazifasi, huquqiy va mas'uliyatlari nima va qanchalik?
Әң avval hər biri birdən yulduz bolğan sahabelərdən məsləhət nəticəsi tanlanğan şu zatlar üstüdə qərar qılındı. Hazreti Asim ibn Sabit radiyallahu anhu, Hazreti Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu, Hazreti Zeyd ibn Desine radiyallahu anhu, Hazreti Mersed ibn Abu Mersed radiyallahu anhu, Hazreti Khalid ibn Bukayr radiyallahu anhu, Hazreti Abdullah ibn Tarif radiyallahu anhu, Hazreti Muattab ibn Ubayd radiyallahu anhu. Şundaqla ular heç bir mənbədə ism verilməyən 3 kişi bilan qoşub, cəmi 10 kişiden təşkil tapqan bir karvan boldu. Bu tanlanğan sahabelərinin vəzifəsi ən avval barğan yerlərdə İslamni tarqıtış, Qur'an əhkamlarını öyrətiş və sünnətni hayatığa tətbiqlashni bütün təfsilatları bilan düşündürüş idi. Şundaqla Məkkə müşriklərinin Mədinəyə qarşı əskeri tayyorluq qılmağanlığı toğrusida məlumat toplab, alğan xəbərlərini üzüldürməy Mədinəyə yetküzüş, yəni istixbarat fəaliyyətləri bilan şug'ullanish idi. Peyğəmbərimiz heyətinin başlıqlığına Hazreti Asim ibn Sabitni, yardımçılıqqa Hazreti Xubayb ibn Adini təyinləyən idi. Başqa bir rivayətdə bolsa, heyətinin başlıqlığına Hazreti Mersed ibn Abi Mersedni, yardımçılıqqa bolsa Hazreti Asim və yoki Hazreti Xubaybni təyinləyən idi. Biz bu yerdə Hazreti Asim radiyallahu anhu'nun başlıq bolğan rivayətini asas qıldıq. Peyğəmbərimiz huzuruna kelib, qabiləsiga islom əhkamlarını öyrətib qoyuş üçün müəllimlər heyəti tələb qılğanlarga sahabelərdən bəzisi bir kişi, yəni bəzisi əhvalına qarata birdən köp kişi əvət etdi. Bunun ən məşhur misali 2-ci Aqaba bəyətində Yesribliklərinin tələbiga asasən Peyğəmbərimiz müəllim və dəvətçi sübutida Hazreti Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anhu'nu əvətgan idi. Heyət ağır yolğa çıxdı. Kelgen 6 yoki 7 kişilik heyət ular bilan birga qaytqanlarning 10 kishi bo'lganiga qaraganda 17 kishilik karvan hijratning 4-yili safar oyida Madina Munavvaradan yo'lga chiqdi. Peyğəmbərimiz heyətni atayin özü uzutub qoydu. Şu vaqtda bütün sahabe kiramlarmı hər biri tolumu qimmatlik bo'lgan bu qadirlik dostlarını uzutub qo'yish uchun kelgan idi. Yetekçiler ve mücahidler. Hazreti Asim ibn Sabit Ensari radiyallahu anhu, Bedir ve Uhud gazilerinden, ashab-ı kiramlarının en meşhur ve cengivarlarından, hicretten burun iman etqanlardan, ensarlardan, alim ve edip bir zat idi. Nazil bolğan her bir ayetni, sözlengen her bir hadisni şu hamalı yadqa elib qalmay, tezla hayatıga tətbiqlaydı. Bütün hayatı İslamcı yaşaş ve İslam'ı tarqıtış üçün təbliğ ve cihatlarda ötdü. Bir İslami hayat yaşaşqa şunçalik əhmiyyət verildi ki, hatta bir müşrik bilen alaq ornutup qalmaslıqqa tirişatdı. Daim, ey Rabbim, meni müşriknin qoldan yirak qılğın deb dua qılatdı. Hicretten keyin Peyğəmbərimiz onu Abdullah ibn Ceyş bilan qırındaş qılıb qoyğan idi. O Uhud uruşunun ən halqılıq paytlarında Peyğəmbərimizin yenidən bir sekundmu ayrılmagan yigitlərinin biri idi. Şunun bilan birlikdə Peyğəmbərimizin komandası oqçusu idi. Hazreti Asim'nin bütün ailesi Müslüman bolğan idi. Ailesi ve tuqqanları bilan birlə qoşunlarga yaxşı təbliğlarni qılatdı. Peyğəmbərimiz Bedir uruşudan burun qandaq uruş qılınğanlıqqa dair əməli işlər haqqında qoşunni çiniq duratdı. Şu səbəbdən zörür tepilğanda oxşamagan suallar bilan bu temini yaxşı düşündürüşkə tirişatdı. Ahırda sahabelerden qandaq uruş qılındığanlığı, uruşda qaysı usulunu işletidiganligini so'radi. Hazreti Asim ruxsat so'rab bo'lgandan keyin o'rnidan turdi va qo'liga o'qyasi va o'qini elib, hammaning ko'ralaydigan bir yerda tushuntirishga boshladi. Ya Rasulullah, düşman 200 zira 100 metr ve yoki texmi yaqinlashgan vaqtda o'qyalarni ishlatayli. Ular bizga, bizmi ularga tash etib tekizgili bo'lgan darajada yaqinlashgan vaqtda tashlar bilan urush qilayli. Bir-birimizga nayza uralaydigan darajada yaqinlashgan vaqtda qirilib parchalang'icha nayza bilan urush qilayli. Eng oxirida qilishlarimiz bilan taki ulug' Allah bizga ya zafar va yoki shahidlik nasib qilganga qadar 100 urush qilayli. Jang degan mana bu, mushu şekilde jang qilinishi kerak. Soqishgan va urush qilganlar Asimdek urush qilsin. Peyğəmbərimiz Hazreti Asimning taktikasini maqtagan hamda qabul qilib uyg'un ko'rib tavsiya qilgan edi. Bedir urushi mush şekilde qilinib, dushman mag'lubiyatga uchragan edi. Hazreti Asim Bedir urushida darajadan tashqari tirishchanlik ko'rsatgan bo'lib, Makkada Peyğəmbərimizni bo'g'ib o'ltirishga uringan mushrik katta boshlaridan Uqba ibn Mu'id degan maxluqni jahannamga yo'llagan edi.
Bo'libmi, urush maydoni qalaymaqonlashib, bütün müşriklar Peygamberimizning atrofini qurshib olganda, yenidan qat'iy ayrilmaganlardan biri Hazreti Asim edi. Düşmanlarning ustiga o'q yog'dirib, dushmanni tarqaqlashtirishga urinadi. Peygamberimizning yenidan 1 minutma ayrılmagan, onun bilan billa mustahkam turgan, hatta o'lsimi Peygamberimizning yenidan ayrılmaydiganligiga bay'at qilgan baxtiyorlardan biri edi. Mushunda qalaymaqanchilikda ashaddiy mushrik katta boshlardan Musafi bilan Harisni uning merganlik bilan atgan o'qlar o'ltirgan edi. Peygamberimizga dushmanlik qilganlarga aramchilik bermaydigan, hattoki badli o'lim bo'lsa-mu, hammasini yer bilan yeksan qilib o'tadigan darajada Rasulullohga bog'langan va ishongan edi. U her yerde ve her sahada İslam'ın közgü görüngen davetçisi ve mücahidi idi. Medine'nin tuncu musulmanlardan bolgan Hazreti Asim pek yaxşı mergen bolganlıqdan Resulullah'ın oqçisi deb atalgan idi. Hazreti Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu Ansari hicretten burun İslam'a girgen. Ansarlarning közgü görüngen bahadirlerinden biri. Aqlliq, çechen ve çaqdan bir kişi. Qur'oni Karim onun ko'ngil bo'ldigan sahalarning beshida keladi. Shu darajada ediki, qaysi oyat qayerda, qandoq nozil bo'ldi, payg'ambarimiz uni qandoq tushundirdi, qaysi sahoba qandoq tushundi, hayotiga qandoq tatbiqladi, bularning hammasini eng yaxshi bilganlarning biri edi. O'zini ibodatga adagan abid va zohid bir zot bo'lib, nihoyat kuchli iymon egasi edi. Kamtar, hayoliq va axloq abidasi bo'lib, maqtash va maqtanishni faqat yaxshi ko'rmaydi. Bedir ve Uhud uruşlarida harmay talmay uruş qilgan, Allah ve Resul üçün ölümge xuşallık bilan qadam alalaydigan, Peygamberimizge düşmanlık qilgan ve aziyet bergenlerinin ustiga buran çapqundek etildigan qahraman idi. Bedir uruşida Mekke'de Peygamberimizge qılmagan aziyetleri qalmagan müşriklarning katta başlarından biri bolgan Harisni öldürüp, cehennemning o'raklaridan bir o'rakka dumalatgan idi. O Peygamberimizni pek yaxshi ko'radi. Onunğa keladigan her qanday xatarning oldida qalqan bo'ladi. Rasulullahning yerinde bolsa-mu, onun üçün yenib turadi. O mana hozirmi Peygamberimizning buyrug'i bilan yo'lga atlanmoqda. Hazreti Zayd ibn Dasana radiyallahu anhu Ansari ko'zga ko'ringan ansarlardan biri bo'lgan Hazreti Zayd pidakor, vafodor, botir va qari bir sahoba edi. O hicretdan burun musulmon bo'lgan edi. Sub ahliga o'xshash payg'ambar madrasasining munavvar o'quvchilaridan biri edi. Hicret esnasida payg'ambarimiz uni Hazreti Xolid ibn Abu Bukayr bilan qarindosh qilib qo'ygan edi. Qur'on ahkomlarini bütün inchikliklari bilan o'rganib, hayotiga tatbiqlash uning eng cho'ng fazilati edi. Her daim Qur'on o'qitdi, vaqtini Qur'onsiz o'tkazmaydi, o'qib hayotiga tatbiqlaydi va o'qiganlarini cho'qim boshqalarga yetkazadi. Her bir halet ve hareketide Peygamberimizni örnek edip, o nima qilsa şunu qilishqa, o nimadan saqlangan bo'lsa, shuningdan saqlanishga tirishadi. Chunki o Peygamberimizni pek yaxshi ko'radi. Onunga bog'lanib o'z hayotini uning hayotiga tatbiqlaydi. Mana hozir uning buyrug'i bilan yo'lga chiqqan edi. Hazreti Mersad ibn Abu Mersad radiyallahu anhu muhacir. İslam quyoshi o'tirg'i chiqqan dastlabki kunlarda musulmon bo'lib, islom nuri bilan nurlangan baxtiyor sahobalardan biri edi. Ba'zi shaxsiy masalalar bo'lganligi sababli boshqa sahobalar bilan birga hijrat qila olmay, keyinroq, ya'ni Badr urushidan burun Madinaga hijrat qilgan va payg'ambarimiz uni Hazrati Aws ibn Samit bilan qarindosh qilib qo'ygan edi. Hazrati Hamzaning sheriki edi. Badr urushida islom qo'shinidagi 3 otliqning biri edi. Musulmon qarindoshlarga nisbatan nihoyat mehribon, mushriklarga bo'lsa achchiq yomon, rahimsiz va kuchli edi. Qur'on ahkomlarini eng yaxshi bilganlardan biri bo'lib, islomning prinsiplarini nihoyat yaxshi biladi va cho'qim hayotida aks ettiradi. Sabrlik, jasur, qaysar bo'lib, qo'rqishning nimaligini bilmaydi. Hazreti Mersad kuchli, jasur va chaqqon bir kishi edi. Peygamberimiz uni oson qilg'ili bo'lmaydigan, har inson muvaffaq bo'la olmaydigan, hatto jasoratni qila olmaydigan bir ishga tayinlagan edi. U bo'lsa-mu Mekkada asir va turmada tutilgan musulmonlarni qutqizib, Madinaga elib kelish edi. Eng og'irqi vazifadimi Mekkaga kechida kirgan bo'lib, asir elingan va turmga solingan musulmon qarindoshlarini bir-birlab Mekkaning sirtiga elib chiqib, ko'zdan yiroq bir yerga yushirib qo'ygandan keyin qaytib kelib boshqalarni qutqizatdi.
Mana shundaq bir vaqtda Mekkening mashhur sahib jamallaridan biri Hazreti Mersetni tunib oldi. Onun küçüğünü, batırlığını köp görgen ve anlagan bu ayal onun bilen ketini birga ötküzüşünü talep kıldı. Ama Hazreti Merset onunla koşulmadı. Ameliyatda bu ayal hazırga kadar kimning aldığı kelgen bolsa onu oğlagan edi. Ama Hazreti Merset tamamen İslam'a bağlanganlığı üçün kılgan her bir işi Allah ve Resulünün razılığı astıda buladı. Bu peskeş ayal xalığına erişemegenden keyin avazını buluşuğa koyup berip vaqirdi. Ey Mekke'nin batırları, əsirlərinlər qaçırılıvatıdı. Biri ta Medine'den kelip əsirlərinlarını qaçırıvatıdı. Nemiş qılıvatısılar, tez yetişinlar. Bu ayalının peryadı bilen qolğa qiliç, neyze oqyalarını alğanlar sırtqa özün attı. Hatta bütün Mekke xalqı oyğanğan edi. Hazreti Merset ulardan burundan hareket qilib, Handame tağının eteklerinde bir yerge yuşurnub aldı. Müşriklar gazap bilen vaqirab ketişdi. İzdigenler tapalmagandan keyin Medine'ge qaçıptı deyişip qarang'uliq ichida g'oyib bo'ldi. Hazreti Merset tehi hushyorlik bilan harakat qilib qolgan yana bir odamni qutqizdi. Bu odam bek semiz bo'lib, 2 kishidan bekroq ig'ir edi. Merset bu qiyinchiliklarning hammani yengib, payg'ambarimizning bergan vazifasini muvaffaqiyatlik bilan tamomlab, bütün əsirlarni Medine'ge kelib keldi. Mana hozir islomni yetkizish maqsadida do'stlari bilan yana yo'lga chiqqan edi. Hazreti Halid ibn Abu Bukayr radiyallahu anhu muhacir. İşengen davası üçün hamma narsasini Mekke'de tashlab Medine'ge hijrat qilgan atoqli sahabalardan biri. Hijrat qilgandan keyin Zayd ibn Dasana bilan qarindosh bo'lgan bu botir sahaba yosh bo'lishiga qaramay har qanday xatarli ishlardan qochmaydigan bahodir edi. Qur'on haqida alayida iznishlar olib boradi. O'qib tushunish bilan qolmasdan cho'qim hayotiga tatbiqlaydi va boshqalarga yetkazadigan da'vatchi va mujohid edi. Hazreti Muattab ibn Ubayd radiyallahu anhu, Hazreti Abdullah ibn Tariq radiyallahu anhu. Muattab muhacir, Abdullah ansar. Bu iki bahadır sahabe bir-biri bilan qarindosh edi. Abdullah Medine'de, Muattab bo'lsa Mekke'de cho'ng bo'lgan edi. Shundaqla Abdullah Medine'de, Muattab Mekke'de vaqtida islomga musharraf bo'lgan edi. Ularning qarindoshligi mundaq boshlangan. Muattabning onasi Muattab bilan Medine'ge hijrat qilib bir mezgildan keyin Abdullahning dadasi Tariq bilan to'y qilgan. Shunda qilib Muattab Abdullah bilan qarindosh bo'lishgan edi. Medine'de hamma narsani birga o'rganib yashagan, Badr va Uhud urushlariga birga qatnashgan edi. Qur'oni Karimni shundoq ixlos bilan chiroyli o'qishatdiki, anglaganlar ko'z yoshiga g'arq bo'ladi. Qur'on bilan shunchalik birlik hosil qilishgan ediki, Qur'on hayotining bir parchasiga aylangan edi. Hozir bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bergan yangi vazifaga jinini atashgan, islomni yetkizish va Qur'on ahkomlarini o'rgatish uchun yo'lga chiqishgan edi. Ular ketib yani islomni yetkizish uchun yo'lga chiqishgan edi. Tabliq hayitining hammasi pak ruhga ega, saf nasablik, sog'lom iymonliq, to'limi qaysar va yurakli kishilar bo'lib, har biri uchun atoqli shoirlar ularni maqtab, nihoyat ko'p she'r yozgan edi. Abid va zohid bo'lish bilan birga ilm, irfon va jihodda abidlardan edi. Her biri safarga chiqishdan burun oilasi bilan oxir qatim ko'rishib, roziligini olgan edi. Canlarını o canға pida qilgan bir safarga menayotganligini, qaytib kelolmaydiganligini aytishgan edi. Agar mushundaq bir ish bo'lsa, isyon qilmaslik, tavakkul qilib Allohga yuzlanishlarini qayta topilgan, orqasidan xayrli duo qilishlarini so'rashgan edi. Yo'lovchilar yo'llarga ravon bo'lishdi. Safar nihoyat yaxshi boshlanib, ko'ngillik davom qilyotdi. Irshad, ta'lim-tarbiya hay'ati safardami suhbatni davomlashtiryotdi. Ular bir minutni bekor o'tkazib o'tishni xohlamaydi. Bularni taklif qilganlarmi yo'l bo'yi harmay talmay xizmat qilib, hurmat ustiga hurmat ko'rsatgan edi. Sahil yo'lini bo'ylab janubga qarab to'xtamay ilgirlab, Huzayl suyining beshigacha borgan edi. Musha shaklda kechalar mengib, kunduzlari yoshinib degandek har xil tadbirlarni qo'llanish orqali kecha-kunduz yo'l mengib, tong otganda aran yetib boradi. Bu yer Reji deb ataladi. Bu yerde Mekke bilen Usfan arasındaki yalğız bir quduq bo'lib, bu quduq Huzayl qabilasiga ait bo'lganligi uchun Huzayl quduqi deb ataladi. Ular necha kun yo'l manqanligi uchun bomdod namozni o'qibla, harg'inlikdan butun sunib yotar yatmayla qattiq uyquga g'arq bo'lib ketishdi.